Ravshanbek, marhamat qilib ko'raylikchi. İçizga tortasiz. Yaxshi, endi bitta aylantirasizda. Qattiq fu deysiz. Sog' bo'ling. Ravshanbek klinikamizga oyda boshida kelgan, 1-oktyabrda davolangan, taxminan 10 kunmikin, necha kun yotgansizda, to'g'rimi? 7 kunmikin, 10 kunmikin yotgan. Holati haqiqatan zo'r tomonga o'zgargan, ishlatmay qo'ygan, bir kunda 3-4 mahal nafas qisardi, ingalyatorlar sachmay qo'ygan holati o'zgardi. Mana oradan taxminan 20 kun o'tdi, to'g'rimi? 15 kun, 20 kun o'tdi. Holat yana xuddi oldingidaqa emas-ku, lekin baribir yana qaytalandagi yana o'sha ingalyator ishlatishni boshladim, yana nafas qisish boshlanyapti. Xo'p, endi ukam bilan qilinadigan ishlar tahlil qilib chiqdik. Xato kamchiliklarini tushuntirdik ozgina. Aka, bo'ldi, men tushundim, maqsadda qilishim kerak ekan dedi. Ukamning bitta xatosi shunda bo'lyaptiki, mashg'ulotlar qolib ketib qolgan. Ishi bilan bo'lib turib, chala bo'lgan. Shunday. Treninglar eshitilmagan. Shu narsalarni hozir biz sabab chiqib topyapmiz. Inshaalloh bularni bartaraf qilsaki, keyingi 15 kundan keyin holatini ham albatta qo'yamiz. Kelishdiki, uka. Xo'p, bemorlarimizdan kuzatilishi mumkin bunaqa holatlar. Xo'p, bizni ukamning kasalligini qaytalanishiga sabab gripp holati bo'lyapti, ya'ni burun oqi, bitta shunaqa holat. Qisqasi, bizning dushmanimiz gripp bilan stress hisoblanadi. Ravshanbekka men dorilar yozib berdim, ya'ni aptekadagi dori-ko'rlarni, shularni olib holatni yengillashtiramiz. O'zimizni davolash metodi bo'yicha uka davom etamiz. Kelishdiki. Qanaqadir savollaringiz yo'qmi? Hozircha yo'q. Yo'q, gap yo'q. Nima bo'lsa endi Saidikromaga kelib og'laman. Gap yo'q.